Assalomu alaykum. Bizni bugungi mavzuyimiz Gaussian dasturi. Gaussian dasturiga kirib olamiz. Gaussian dasturi asosan moddalarni 3D shaklda ko'rsatib beradi, necha bog' tutganligini. Endi Gaussian dasturi hech qanaqa litsenziya talab qilmaydi. Ko'radigan bo'lsak, bu yerda asosiy oyna va bizga qo'shimcha oyna berdi. Endi ko'rib turganimizdek, bu yerda asosiy oynadan file bo'limiga o'tib olamiz. File bo'limida bizga yangi oyna, yana yangi oyna ochishda, keyin open degan narsalarni ko'rsatib beradi. Ko'rayotgan bo'lsak, o'zi tepada ham o'zini yorliqlari bor. Endi bu yerdan edit bo'limiga o'tamiz. Edit bo'limida ko'rib turganingizdek, image capture degan narsa bor. Bu yerda image capture asosan vazifasi moddalarni rasmga oladi. Rasmga olib, ularni video shaklida bemalol ko'rishimiz mumkin. Endi ko'radigan bo'lsak, chetda Mendeleyevning davriy jadvali bor. Undan xohlagan elementimizni tanlab olib, necha bog'ligini, qanday tuzilishga ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ko'radigan bo'lsak, necha bog' tutganliklarini, 3 bog', 1 bog', qo'sh bog', sigma bog', keyin donor akseptor bog'larni ko'rishimiz mumkin. Endi tanlasak, mana ko'rib turibmiz. 3 bog' tutib, bir tomonda 3 bog', bir tomonda 1 bog' tutib turibdi. Ya'ni 3 bog'dan bittasi sigma, bittasi pi bog' bo'ladi. Endi buni qo'shimcha oynaga har qanaqasiga olib o'tishimiz mumkin. Qancha ko'p olib o'tishimiz mumkin. Endi ko'radigan bo'lsak, pi bog' ikkala tomonda ham pi bog' tutib turibdi. Buni ham qo'shimcha oynaga olib o'tishimiz mumkin. Endi ko'rayotgan bo'lsak, bitta pi va ikkita sigma bog'lardan tashkil topgan. Endi bu yerda bitta 3 ta sigma bitta donor akseptor bog' bor. Buni ham qo'shimcha oynaga olib o'tishimiz mumkin. Sichqonchani sursak, har qancha bo'lsa bizga fazodagi ko'rinishini tasvirlab bera oladi. Endi ko'rib turganimizdek, buni ham qo'shimcha oynaga olib o'tishimiz mumkin. Endi bu yerda Mendeleyev davriy jadvalida xohlagan elementimizni tanlab olishimiz mumkin. Masalan, futorni tanlasak, futor faqat bitta bog'dan iborat bo'ladi. Endi uni ham fazoviy ko'rinishlarni ko'rishimiz mumkin. Endi bu yerda halqalarni ham ko'rsak bo'ladi. Masalan, benzol halqasi, uni har xil ko'rinishda ko'rishimiz ham mumkin. Masalan, izomerlarini ko'rishimiz mumkin demoqchimiz. Endi buni ko'rib olganimizdan so'ng o'zimizga kerakligini tanlab olamiz. Masalan, ko'rib turganingizdek, bu ya'ni ikkita fenil tutgani, bu bifenil ham deb ataladi. Endi buni ko'radigan bo'lsak, sichqonchani har tomonga aylantirsak, bu o'zini strukturalarini ko'rishimiz mumkin. Mana o'zingiz ko'rib turganingizdek, hamma narsalarni ko'rishimiz mumkin. Buni fazodagi 3D shaklini bemalol ko'rishimiz mumkin. Endi bu yerda pentanalda struktur formulasini ko'rishimiz mumkin. Fazoda qanday joylashganini ko'rishimiz mumkin. Endi bu yerda qo'shimcha oynani ham ko'rishimiz mumkin. Qo'shimcha oynaga olib o'tganimizni, bu yerda oldin olib o'tganlarimiz va hozirgi olib o'tganlarimiz ikkalasi turibdi. Endi buni bir chetga olamizda. Asosiy oynaga qaraydigan bo'lsak, endi asosiy oynada
ko'kda turganlari ochiq havo rangdagisi bu uglerod atomi, qizildagi kislorod atomi. Buni ranglar bilan ham ajratib chiqish mumkin. Endi tepada ko'radigan bo'lsak, bizga moddalarning nomlarini ham yozib chiqarib bergan. Biz o'zimizga kerakli moddalarni olib, uni 3D shaklini bemalol ko'rishimiz mumkin. Masalan, har bittasini ko'rib chiqishimiz mumkin. Xo'p, endi ko'rib bo'lganimizdan so'ng har bitta narsani o'zimiz uchun ko'rib chiqishimiz, yana qaytadan o'zimiz uchun ko'rishimiz mumkin. Asosiy oynada ko'rib turganimiz galaktik karboxil guruhi hisoblanadi. Endi buni ko'rib turganimizdek fazoda ko'rinishlarini ham ko'rishimiz mumkin. Har biriga yana alohidan qarab chiqishimiz mumkin. Tepadan yana o'zimizga kerakli moddalarni 3D shaklda bemalol ko'rib chiqishimiz mumkin. Hammaga rahmat. Bizim mavzuyimiz shu bilan nihoyasiga yetdi.